Bugungi videoda PlayStation Challenge. Birinchi o'yin Samirga qarshi Shohjahon. Samir Arsenal komandasini tanladi, Shohjahon Barselona. O'yin boshlandi va kutilmagan holda Samir gol urdi va keyingi o'yin esa menga qarshi Samir. Samirga qarshi meni o'yinim boshlandi va yana kutilmagan holda Samir g'alaba qozondi. Va keyingi o'yin esa Shohjahonga qarshi Samir. Kutilmagan holda Shohjahon penalti ishladi. Va gol urilmadi va nihoyat keyin esa gol urdi va yutdi. Keyingi o'yin esa menga qarshi Shohjahon. Va Shohjahonga qarshi meni o'yinim boshlandi va men esa gol urdim. Keyingi o'yin esa menga qarshi Samir. Va keyingi o'yin Samirga qarshi men. Kutilmagan holda yana men g'alaba qozondim. Ha, aytgancha kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, agar shu videoga like bosing. Agar o'yinni oxirigacha 500 ta like yasaga, agar biz 2018 o'ynaymiz. Fikringizni esa kommentariyada yozib qoldiring.